Iqtisodiyotni bir odam sifatida tasavvur qiling. U ham endi kreditga layoqatli emas. Endi savol, qisqartirish holatida nima qilish kerak? Muammo shundaki, qarz yuklamasi juda yuqori. Uni kamaytirish kerak. Buni 4 ta yo'li mavjud. Birinchisi, odamlar, bizneslar va hukumat sarfni qisqartiradi. Ikkinchisi, qarzni default yoki qayta tuzish orqali kamaytiriladi. Uchinchisi, boylik boylardan kambag'allarga qayta taqsimlanadi. Va to'rtinchisi, eng muhimi, Markaziy bank yangi pul bosib chiqaradi. Bu 4 ta narsa zamonaviy tarixda har bir qisqartirish davrida yuz bergan. Odatda avval sarf qisqartiriladi, odamlar, bizneslar va hatto hukumat belni mahkamlab, qarzni to'lash uchun xarajatlarni kamaytiradi. Bu ko'pincha tejamkorlik siyosati deb ataladi. Qarz oluvchilar yangi qarz olishni to'xtatib, eski qarzlarini to'lay boshlaganda siz qarz yuklamasi kamaydi deb o'ylaysiz. Ammo aslida teskari bo'ladi. Sarf kamaygani uchun bir odamning sarfi boshqa odamning daromadi bo'lgani sababli daromadlar ham tushadi. Daromadlar qarz to'lovidan tezroq pasayadi. Natijada qarz yuklamasi yana ham og'irlashadi. Bu sarf qisqarishi deflyatsion va og'riqli jarayon bo'ladi. Bizneslar xarajatlarni qisqartirishga majbur bo'ladi. Bu esa kamroq ish o'rni va yuqori ishsizlik degani. Bu bizni keyingi depressiya holatiga olib keladi. Ko'plab qarz oluvchilar o'z qarzlarini to'lay olmay qoladi. Eslang, qarz oluvchining qarzi bank uchun aktivdir. Qarz oluvchi bankka to'lamasa, odamlar bank ularga ham pulni qaytara olmaydi deb qo'rqadi va omonatlarni yechib olishga shoshilishadi. Banklar siqilib qoladi. Odamlar, kompaniyalar va banklar o'z qarzi bo'yicha default e'lon qiladi. Bu og'ir iqtisodiy qisqarish depressiya deb ataladi. Depressiyaning asosiy qismi odamlar o'zlarini boy deb o'ylagan boylik aslida yo'q ekanini tushunishdir.